Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazonning oxirgi juma kuni bugun oxirgi jumasi. Haramga ketyapti hamma namozga jumaga. Alloh hammamizni tutgan ro'zalarimizni xato kamchiliklarni kechirib o'zi qabul qilsin. Qabul qilishdan umidvormiz. Xolis o'zi uchun tutgan ro'zalarimizni soya yo'q kunda soyabon qilsin bizga inshaalloh. Hammasi yopiq mana magazin, oshxonalar. Bu kaptarlarning donini 5 riyol, 3 riyoldan sotib ham o'tirishadi. Kaptarlarga don beraman deganlar 5 riyolga sotib olib bersa ham bo'ladi. Oxirgi juma odam rosa ko'p. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. जल्दी Ayollar bu yerdan kirmaydi, o'shanga har yoqdan kiringlar deyapti. Qadr kechasi oxirgi 10 kunlikning ichida tog' kechada bo'lsa inshaalloh hammamiz umidvormiz. Qadr kechalarida bizani yurtdoshlarimiz O'zbekistonlik ichkarida xonaqoda yana joy qolmagan shakl. O'tkazmayapti. Kechki ish oqibati shu. Kecham necha endi umr bo'ldi. Tongga chiqamiz yana.
Sathiga, tomiga chiqisham odam ko'payib ketdi. Eskalatorga. नीचे रहते तो हम लोग Cho'li bo'lganda pastga. वहाँ जाते Tomam to'lib qoldi ancha. Xo'ja kelib o'tirishdi o'zimiz ham. Tomam to'lib qoldi. Necha mingta odam ketadi bilmayman-u, lekin oxiri ko'rinmayapti. To'la. Oxirigacha. Sig'maganlar mana marmar ustida ham o'tirishadi. Oxirgi 10 kunlikda qadr kechalari yaqin inshaalloh. Namozlarni ko'proq o'qish kerak. Xatm qilish kerak. Tahajjudlarda turish kerak. Ko'proq ajr olishga harakat qilish kerak inshaalloh. Hammamiz umidvormiz. Issiqlar ham boshlandi Arabistonda. Ancha isib qoldi. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bir odamdan so'rashgan ekanda, shunaqa issiqda, qadimda bo'lgan voqea. Shunaqa issiqda qanaqa ro'za tutasan deganda, hali insonlarning oldida shunaqa issiq, shiddatli issiq bo'ladigan kun bor. Shu kundagi ozgina bo'lsa ham soyadan umidvor bo'lib, xolis Alloh uchun tutaman ro'zani degan ekan. Alloh hammamiz ham tutayotgan ro'zalarimizni xato kamchiliklarni kechirib qabul qilsin. Ancha issiq qoldi Arabiston. Bahor kelib o'tirmaydi-da Arabistonlarda. Birpasda yoz keladi. Birpasda yoz keladi. Alhamdulillah har bir holatga. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في موسم تتجلى فيه معالم التقوى. شرع الله فيه عبادة الصيام قصدا لتلك الغاية وتحقيقا لذلك المعنى، حيث ناداكم أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان، إنكم تتفيئون ظلال الأشهر الأواخر من هذا الشهر وتنعمون بنسائم أيامها ولياليها الزهر، تسح عليكم فيها سحائب خيراتها وتفيض عليكم منها موارد بركاتها. أعد الله فيها من منائح إنعامه وسوانح إكرامه ما لم يتهيأ في عامة عامكم وسائر أيامكم.
يدرك شرف ذلك الموفقون، ويغتنم ذلك المفلحون، فيسابقون زمانه لاستدراك فوائت لحظاته وبلوغ مقاماته سباق الخيل في أواخر الميدان، على أن من أعظم ما ينبغي للمؤمن وهو ينصب في محراب الطاعات ويجتهد في مقام العبودية والإخبات في مواسم العبادات والرحمات أن يتوقف مع قلبه وقفتين عظيمتين. Namaz tugadi, alhamdulillah. Endi zinadan tushsam o'chirib ekanman. Alhamdulillah har bir holat. Ona rosa ko'p. Oxirgi juma. Alloh hammamizni yana ko'p yilli Ramazonlarga yetkazsin. Makka eshigi deyilar ekan bu. Makka eshigi. Ramazon ham tugab qoldi. Ramazon rahmat oyi. Anchasi o'tib qoldi Ramazon. Umraga kelganlar, ziyoratlarga kelganlar. Har bir kun g'animat. Kimlardir ozgina dangasaro bo'ladi-da. Shu mehmonxonadan chiqmay dam olib, suvlarni ichib, mevalarni yeb, yonboshlab yotishni yaxshi ko'rishadi. Alloh hammamizni isloh qilsin. Har bir kun g'animat. Madinada Masjid-i Nabaviyda o'qilgan namoz boshqa oddiy namozlardan 1000 barobar ko'p bo'lsa ajri, Masjidul Haramda Makkada o'qilgan namoz 100.000 barobar ajri. Shu narsani tushunib, shu narsani qadriga yetib, har bir kunni g'animat bilib kelib ketgan odamlar yutishadi albatta, inshaalloh. Kim yana qachon kelishini bilmaydi. Hammamiz so'raymiz, Allohim qayta chaqirgin deymiz. Lekin inson ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Shanga g'animat, to'yib ibodatlarni qilib olish kerak. Alhamdulillah bizning yurtimizdan juda ko'p umraga kelganlar mana yana ketishyapti akalar. Alloh xayrli qilsin, davomiy qilsin. Qalbida Allohning baytiga, Madinaga, Ravzaga, Rasulullohga sallallohu alayhi va sallamga muhabbati bo'lgan, barcha niyat qilib turgan obunachilarni Alloh o'z tez kunlarda chaqirsin, baytiga, Makkaga, Madinaga Allohning o'zi chaqirsin. Allohga oson. Inson o'ylayveradi. Pulim yo'q deydi, boshqa deydi. Qanaqa qilib boraman deydi, mazam yo'q deydi, sharoitim yo'q deydi. Lekin Alloh shunaqa chevar zotga o'zi chaqiradi. Har ishga qodir zot. O'sha men ham borarmikinman deb yurgan odam qanaqa o'zi kelib qolganini bilmay qoladi. Allohning chaqirgani shu bo'ladi. Pulam, boylik ham, sog'lik ham, imkoniyat ham uncha katta rol o'ynamas ekan. Allohning o'zi chaqirib qoladi. Mana o'shanda kelinlar. Ungacha ham kelib ketaveradi kimdir. Lekin tushunmasdan kelib kunini zoya o'tkazib magazinlarni aylanib, faqat endi magazinlarni aylanib, dengizlarda cho'milib aylanish kerak, cho'milish kerak. Ikkita haramdan zoya bo'lishdan Alloh asrasin. Ikkita haramni g'animat bilib ibodatini qilib olish kerak, to'yib.
qalbida niyat qilib turgan jamiki obunachilarni Allohning o'zi tez kunlarda chaqirsin. Sabr, sabr, axuya, sabr. Sabr, tayib. Turtib tashlaydi bular. Sabr kunet. Odam ko'p bo'lsa. पूरी जमाना था से चलता तो किमरा रहता नहीं मेरे वो सुबह बताने लगा Odam rosa ko'p, subhanalloh. Odam rosa ko'p. Hayit namoziga menimcha xuftondan keyin qolish kerak. Hayit namoziga xuftondan keyin qolmasa joy topilmasa kerak. Hayit namoziga xuftondan keyin qolish kerak. Allohumma salli va sallim va barik alayh. Shu kadrlarni ko'rayotgan akalar, opalar, ukalar, singillar, dodalar, oila, otalar, onalar. Alloh hammanglarni ikki dunyoda aziz qilsin. Sinov dunyosidan eson-omon o'tib oxiratda najot topadigan ashabul yamin o'ng taraf egalaridan qilsin hammanglarni Robbim. Alloh Ramazondan hammamizni tutgan ro'zalarimizni xato kamchiliklarni kechirib qabul qilib begunoh holimizda chiqishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Shu joylarga kelaman deb niyat qilib turganlar Allohim o'zi tez kunlarda chaqirsin. Ahli oilasi, ota-onasi, jigarlari, farzandlari, birodarlari bilan hammani o'zi chaqirsin Allohim. Hammanglarni haqqinglarga duodaman, sizlar ham duolarda eslab qo'yinglar bizani. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.